Voy yaramas. Voy ablah yolg'onchi ey. Mana bu seni bolalaringmi? Seni bolalaringmi, a? Ey, uylanib ajrashgan ekansan-ku, a, nomard. Nimaga bizni aldading, a? Nimaga bizni aldading? Og'zingdan qoning kelsin. Voy, sekinroq gapiring. Voy, nimaga sekin gapiraman? Nimaga sekin gapiraman? Senlar bizni aldading. Biz mana uni hali uylanmagan, karyera qilib, ishini yo'lga qo'yguncha yoshi o'tib qolgan yigit desak, ikkita bola bilan xotinidan ajrashgan ekan-ku. Oy. Hali sizlar men yoshgina jiyanimni aldab to'y qilmoqchimidilaring? Ha, keyin nimaga erishmoqchidilaring, a? Nima qilmoqchidilaring, yolg'onchilar? Timur, bolani ichkariga olib kir. Voy, yashamagur. Voy, qani o'tiringlar, o'tirib gaplashaylik. Qo'ying. O'tiradigan narsani o'zi qolmadi. O'tsin o'zingizga ham, uyingizga ham. O'ylab gapiring, Namuncha tilingiz ilonnikidan ham battar zahar. Voy, yana qanaqa gaplashaylik? Biz sizni aldagandek bo'lib qoldikmi? Ey, Voy, siz o'zingizcha bizni aldamoqchi bo'ldingizmi? Nimaga erishmoqchi bo'ldingiz? Sovg'a salomlaringiz bilan men boyman deb boyligingiz bilan bizni sotmoqchi bo'ldingizmi? Ey, meni jiyanim bor-ku, yerdan chiqqan qo'zi qorin emas. menga qarang.